Angliyaning Coğrafiya jurnali 7-sentabr Fransiyalik fotograf Patrik Vak bilan uning Sharqi Turkistonda tortgan suratlari va Uyg'urlarning hayotidagi yaqinqi o'zgarishiga doir ziyorat xotirasini e'lon qilgan. Uyg'ur simvollari yo'qolayotgan Xinjiangni suratga tortish mavzuliq ziyorat xotirasida Patrik Vak 2016 yil bilan 2019 yil oralig'ida yuz bergan Uyg'urlarning hayotidagi tragediyalik o'zgarish va bu qisqagina 2-3 yil ichida Uyg'urlarga oid simvollarning qanday g'oyib bo'lganligini tanishtirgan. 20 yil burun Nyu-Yorkda yuz bergan va 3000 dak odam qazo qilgan Amerika tarixidagi eng chong terrorlik hujumi bo'lib qolgan 11-sentabr voqeasini xotirlash marosimi o'tkazildi. Prezident Bayden va uning ayoli Jill Bayden, shundaqla demokratchilarning sobiq prezidentlari Barack Obama va Bill Clintonlar bayram bo'lgan qo'sh munar o'rniga selingan davlatlik 11-sentabr xotir saroyi va muzey o'rnida boshlangan marosimga qatnashdi. Xitoy Davlatlik Səhiyyə Komitetining bildirishicha, o'tgan 24 soatda Xitoyda 25 nafar Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchi bayqalgan. Doiralarning bildirishicha, bu yuqumlanuvchilarning bir nafaridan boshqalari chet el manbalik ekan. Rossiya Afg'oniston bilan chegaralanadigan ittifoqdoshi Tojikistonga bronevik va harbiy uskunalarni avatganligini e'lon qildi. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi Tojikistonga 12 dona bronevik mashina va har xil harbiy aslahalarni avatganligini bildirdi. Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Amerika Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodning sharqi-janubiga 115 kilometr keladigan Shahzoda Sulton havo armiya bazasidagi ilg'or havo mudofaa sistemasini qaytarib olgan. Amerikaning bu qadami Husiylarning Saudiya Arabistonga qaratilgan boshqarilgan bomba hujumi davomlashgan mezgiliga to'g'ri kelgan. Qozon Xalqaro musulmonlar kino festivalining mukofotlari sohiblariga tarqatib berildi. İlgilenişçe 17. növbetlik Qozon Xalqaro kino bayrami Rossiyadagi Tatariston Cumhuriyetining poytaxti Qozonda o'tkazildi. Talibanlar yangi hukumatning vazifasiga o'tirish marosimiga taklif qilgan Rossiya keyniga chekindi. Buningdan ilgari marosimga qatnashadiganligini e'lon qilgan Rossiya hukumati o'zlarining bu qaroridan voz kechganligini e'lon qildi.